Assalomu alaykum. Bugungi ma'ruzamiz maxsus pedagogik fanlar metodologiyasining umumiy tamoyillari. Birinchi reja. Maxsus pedagogik fanlar metodologiyasining mohiyati. 2. Metodologiyaning asosiy vazifalari. 3. Maxsus pedagogik fanlar metodologiyasining umumiy tamoyillari. 4. Har bir tamoyilning mazmuni. 5. Yakuniy xulosa. Ma'ruza matnimiz bilan tanishamiz. Maxsus pedagogik fanlar metodologiyasining mohiyati. Maxsus pedagogik fanlar metodologiyasi bu defektologiya, logopediya, alifropedagogika, surdopedagogika, tiflopedagogika kabi sohalarda ilmiy tadqiqotlar olib borishning nazariy asoslari, tamoyillari, metodlari va yo'nalishlari majmuidir. U maxsus ehtiyojli bolalarning o'qitish, tarbiyalash va rivojlantirish jarayonini ilmiy yondashuvlar asosida tashkil etishni ta'minlaydi. Metodologiyaning asosiy vazifalari. Maxsus pedagogik jarayonning ilmiy asoslarini belgilash, tadqiqotlarning to'g'ri yo'nalishini tanlash, metodlar yondashuvlarini ilmiy asoslash, maxsus ehtiyojli bolalarning rivojlanish qonuniyatlarini aniqlash, amaliy faoliyatga ilmiy natijalarni joriy qilish. Maxsus pedagogik fanlar metodologiyasining umumiy tamoyillari. 1. Insonparvarlik tamoyili. 2. Individual yondashuv tamoyili. 3. Tizimlilik tamoyili. 4. Komplekslilik tamoyili. 5. Ixtisoslashuv va differensiallashuv tamoyili. 6. Rivojlantiruvchi ta'lim tamoyili. 7. Uzviylik va uzluksizlik tamoyili. 8. Ilmiylik tamoyili. 9. Faollik va mustaqillik tamoyili. 10. Optimallik tamoyili. Har bir tamoyilning mazmuni. 1. Insonparvarlik tamoyili. Maxsus ehtiyojli bolaga shaxs sifatida hurmat bilan yondashish, uning qadr-qimmatini aniqlash, unga teng huquqli ta'lim-tarbiya berishni nazarda tutadi. Bola ta'lim jarayonining markazida turadi. Individual yondashuv tamoyili. Har bir bolaning rivojlanish darajasi, nuqsoni turi, qiziqishi, psixologik holati hisobga olinib, ta'lim mazmuni belgilanadi. Bu maxsus pedagogikaning asosiy tamoyillaridan biridir. Tizimlilik tamoyili. Ta'lim jarayoni bir-biriga bog'liq qismlardan, maqsad, mazmun, metod, shakl va natijalardan iborat yagona tizim sifatida qaraladi. Har bir bosqich mantiqan bir-birini to'ldiradi. Komplekslilik tamoyili. Tarbiyaviy, ta'limiy, tibbiy, psixologik, ijtimoiy yordamlar uyg'un holda olib boriladi. Defektolog, logoped, psixolog, shifokor, oila birgalikda ishlaydi. Differensiallashuv va ixtisoslashuv tamoyili. Maxsus ehtiyojli bolalar turli toifalarga bo'linadi. Eshitishda nuqsoni bor, ko'rishda nuqsoni bor, intellektual nuqsoni va hokazo. Har bir guruh uchun maxsus dastur, metod va vositalar qo'llaniladi. Rivojlantiruvchi ta'lim tamoyili. Ta'lim jarayoni bolaga faqat bilim berish bilan cheklanmay, uning nutqi, tafakkur, jismoniy rivoji, ijtimoiy moslashuvi kabi jihatlarni ham rivojlantirishga qaratiladi. Uzviylik va uzluksizlik tamoyili. Tuzatish, korreksion ishlar davomli bo'lishi kerak. Bola bog'chadan maktabga, keyin esa kasb-hunar yo'nalishiga o'tishdan uzluksiz rivojlanadi. Ilmiylik tamoyili. Tadqiqotlar ilmiy metodlar, ishonchli faktlar va ilmiy qonuniyatlarga asoslanadi. Har qanday pedagogik yondashuv ilmiy asosga ega bo'lishi zarur. Faollik, mustaqillik tamoyili. Bola ta'lim jarayonida faol ishtirok etishi kerak. Mustaqil fikrlash, o'rganish va amaliy faoliyatga jalb etish muhim. Optimallik tamoyili. Pedagogik jarayon bolaning imkoniyatlariga mos, ortiqcha yuklamasdan eng qulay sharoitlarda tashkil qilinadi. Ta'lim samarasi maksimal bo'lishi ko'zda tutiladi. Yakuniy xulosa. Maxsus pedagogik fanlar metodologiyasining umumiy tamoyillari maxsus ehtiyojli bolalarni o'qitish, tarbiyalash jarayonini ilmiy, insonparvarlik va tizimli yondashuv asosida tashkil etishga yordam beradi. Ushbu tamoyil defektolog, logoped, psixolog va pedagoglar uchun asosiy yo'l-yo'riq bo'lib xizmat qiladi hamda ta'lim samaradorligini oshiradi. E'tiboringiz uchun rahmat.